Sog'jahon Jo'rayev shuning uchun halolidan qo'ymasin ekan. Marhamat, ana endi guldiroz qarsakiylar bilan Shohjahon Jo'rayev davramizda bo'ladi. Ustoz Sherali Jo'rayevning 9 farzandlari Shohjahon Jo'rayev boshqargan guldiroz qarsakiylar bilan kutamiz. Akamiz niyat qilgan aka. O'zlarini doim eshitib yuradigan qo'shiqlar, ashulari bor. Bu kishini shuni endi o'zidan eshitmasam bo'lmadi. Maza qilmayapman, chaqirdilar, biz o'zi ertalab oshga keldik o'rtoqlar. Shuning uchun mabodo aytilgan ashullarni aytib qolsak, aybga buyurmaysizlar. To'yni egasini bugun talabi bo'ladi. Onagina dağlamon günler geldi şafakları al bu günlerge yetkenler var yetmegenler var. Ağlamaman günler girdi günleri yarıya. Yetkenler var, yetmegenler.